Eng og'ir zindon devorlari toshdan emas, balki odamlarning fikridan qurilgan zindondir. Bilasizmi? Ko'zga ko'rinmaydigan qamoqxona, zindon nima? Bu hammani rozi qilishga bo'lgan harakatingizdir. Odamlarning so'zlari, gap so'zlari na foyda beradi, na zarar yetkazadi deyishadi. Ammo bu haqiqatni hammasi emas. Haqiqat shuki, agar siz odamlarning gap so'zlariga quloq solaversangiz, ularning gap so'zlari siz uchun qamoqxona qurib beradi. Shunda siz haqni emas, odamlarning roziligini izlay boshlaysiz. To'g'rilikni emas, odamlarning maqtovini qidirasiz. O'ziz xohlagan narsani emas, odamlar kutayotgan narsani qilishga majbur bo'lasiz. Eng og'ir zindon devorlari toshdan emas, balki odamlarning fikridan qurilgan zindondir.